formula oyma-oy ijarasi oshyaptimi joylarni yoki bo'lmasam kommunikatsiyalari sifatsiz joyda emasmi yoki bo'lmasam yana eng asosiy faktorlardan bittasi mana bunaqa tomigacha yopiq emas bo'lgan joylarda yuribsizlarmi? Demak, mana marhamat, shunaqa joyimiz bor. Svobodno kelasizlar, ko'rasizlar. Hamma kommunikatsiyalari bor. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, ochiq prom zona. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. 24 ga 7 foydalanasiz. 75 metrga 125 metr. Hozir sizlarga maksimalni ko'rsatamiz. Bismillah. Tak, mana shu eng uzoq nuqtamiz. Demak, fura bemalol kiradi, chiqadi, aylanib razvorot, pavorot qilib chiqib ketadi. Ijara haqqisi ham unaqa darajada katta summa emas. $4, $5 ga qiynalyapsizmi? Demak, $3,5 ga olsangiz bo'ladigan joy. Svobodno. Eng qizig'i, mana shunaqa joy qidirgan tadbirkor aka, opa singillarimizga, aka ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar. Bemalol siz tadbirkormisiz, ishlab chiqarishingiz bormi, uzoqroq muddatga o'tirmoqchimisiz? Eng asosiysi yana bitta faktorlardan bittasi balandligi eng past nuqtasi 6,5 metr, qolgani 9 metr, 10 metr, undan yuqoriroq bo'lishi kerak bo'lgan joy kerakmi? Marhamat. 20 ming, 30 ming kvadratli metr joylar bor.